Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq Dorivor Mumyo tog' malhami yo tog' hosili ham deb ataladi. Rus tilida Gornaya Smola deyiladi. Mumyo tarkibida 30 dan ziyod odam organizmida foydali mikromolekulalar bor. Mumyoning iste'mol qilsangiz odamning kuch va quvvatga to'ldiradi. Qadimga tuberkuloz kasalliklaridan himoyalash uchun, nafas yo'llari shamollash uchun, bronxa astmani davolash uchun ham foydalangan. Abu Ali ibn Sino bobomiz suyak singan va chiqqanlarga, bosh og'riqqa mumyo tavsiya etganlar. Mumyo asosan g'or yo kamarda joylashgan. Ko'pincha insonlar buni yig'ib olib kelib uyda ishlov beriladi. Mumyoning ba'zi bir insonlar bilmasdan savdo uchun savdogarlardan olib iste'mol qilib shifo topmadim deb shikoyat qiladilar. Chunki mutaxassisdan olganingiz ma'qul. Mana dashmaka birovlar ba'zan kamera bo'lmoqlar. Mana g'ordonga bo'lmoqlar. Amma misol birovga bar megniki ham yak navodo ro'para hamchi. Bas sert mujud. Hozir mana to'pshagish yag'on qat yo'qsa namitona unchida. Chunki joy odam nagasiga neyiz. Mana ham dastona ham sayat deganmi? Ham dastona ham me'dore. Yalasa do'shamasi. Ham chiqib bitta charj qilib daston. Go'yoki hamay mumyo. Ba'z va mana to dubel mana shunda salat kara rafta tagash bu avre kam kara bu yo'qni ham mana to dubel ke zada rizna migri. Mutaxassis Ashur bobomizning aytishlariga qaraganda, bu kishi 30 yildan ziyod bu dorivor bilan shug'ullanadilar. Tog'da chiqsangiz kamar yo g'or uchrab qoladi. O'sha dorivor ko'zda ko'rinadi. Hozir hamma joyda odamlar ko'p yurganlik sabab to'planib qolgan mumyo yo'q. Qora jismda shundoq qo'lingizni ushlatsangiz yopishqoq bo'lsa, malatok bilan maydalab yig'ishtirib uyda olib kelib ishlov beriladi. Ishlov darajasi issiqlikka 30 gradusdan ziyod qoldirsangiz, u mumyoning foydabaxshlik xususiyati yo'qoladi. Shuning uchun ba'zi bir kasallarimiz foyda ko'rinmayapti. Mumyoning asl mutaxassis, asl tog' jismidan olingan mumyolar shifobaxsh deb hisoblanadi. Bilmagan odam bilganlardan so'raydi. Chunki buning mutaxassis tavsiyasi bilan iste'mol qilganingiz ma'qul. Hamma joyda ham toza mumyo topilmaydi.